Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Safarning birinchi manzili Sirdaryo tumanidagi Rivermed Farm korxonasi bo'ldi. Ushbu korxona mamlakatimizda infuzion dori vositalari ishlab chiqarish bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan infuzion eritmalarning 20% aynan ushbu korxonaga to'g'ri keladi. Loyihaning umumiy qiymati 30 million dollardan ortiq bo'lib, hozirgi kunda korxonada 750 nafar odam ish bilan ta'minlangan. Korxona yiliga 135 milliard so'mlik qiymatda 70 turdagi umumiy hisobda 114 million dona dori vositasi ishlab chiqarmoqda. Mahsulotlarning 20% eksport qilinayotgani korxonaning xalqaro raqobatbardoshligini ko'rsatadi. Noyabr oyida loyihaning ikkinchi bosqichi ishga tushirilib, ishlab chiqarish quvvati yanada kengaytirildi. Korxona 30 million dona infuzion eritmalar, 70 million donadan ortiq quruq antibiotiklar va qariyb 20 million dona ko'z-burun tomchilarini ishlab chiqaradi. Kelgusida korxonada ishlab chiqariladigan mahsulot turlari 200 xilga yetkaziladi. Prezidentimiz shu yerda viloyat faollari va nuroniylar bilan muloqot qilib, o'zgarishlar avvalo mahallalarda sezilishi kerakligi, ular odamlar bilan doimiy muloqotda bo'lib, yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishlari zarurligini ta'kidladilar. Hammamiz uyg'oq va faol bo'lsak, harakatlarimiz, olib borayotgan islohotlarimiz albatta natija beradi. Sirdaryoga katta rejalar bilan kelganmiz. Sizlarni eshitib, bamaslahat shu rejalarni amalga oshiramiz, dedi prezident.